Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi hududlarda oilalar daromadini oshirish, kichik biznesni rivojlantirishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Navbatdagi lavhamizda eng olis tumanlardan biri Peshkuda yangi ish o'rinlarini yaratish, yordamga muhtoj oilalarni kambag'allikdan chiqarish borasida olib borilayotgan ishlar tahlil qilinadi. Peshku tumanida ham bugungi kunda islohotlar ko'lami juda yuqori. Xususan, aholining turmush farovonligini oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlarning amaliyotga tatbiq qilinishi natijasida hozirga kelib kambag'allik darajasi 4% ga tushirildi. Bunda asosan hududlarning o'sish nuqtalarini qo'llab-quvvatlash yuqori samara bermoqda. Mana misol uchun, hozirda tumanning Navbahor mahallasida chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish orqali hudud ishsizlikdan xoli bo'ldi. Bugun har bir oilada 10 va undan ortiqroq naslli chorvalar parvarish qilinmoqda. Shuningdek, tashabbuskor Sayliddin Raupov yilqichilik o'z imkoniyatlarini ishga solib 1.2 milliard so'mlik loyihani amalga oshirdi. Shuningdek, ushbu mahallada xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida bir qator loyihalarning qo'llab-quvvatlanishi ortidan oilalar daromadi ham ko'paymoqda. 2025-yilda jami 74 nafar ishsiz xotin-qizlarni va 8 nafar imtiyozli kreditga ehtiyojmand bo'lgan xotin-qizlarni aniqlab, manzilli ishlar olib bordik va ishsiz xotin-qizlarimizni doimiy ish o'rinlari bilan band qilib yoki bo'lmasa mana shu yerdagi tadbirkorlik subyektlariga bularni biriktirib, oilalariga daromad kiritadigan yo'nalishda ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Yangi bozor mahallasi tuman markazida joylashgan. Gulhayo Jahonovaning loyihasi qo'llab-quvvatlanishi ortidan bugun hududning 10 dan ortiq qizlari tikuvchilik hunarini o'rganib, daromad topmoqda. 50 million so'mlik imtiyozli kredit ajratilishi ushbu loyihaning ham natijadorligiga xizmat qildi. Oldingi faoliyatim uyda ishlardik, keyin qizlarimiz ko'payishib, safimiz kengaygandan keyin kattaroq joy ochib, o'z ish faoliyatimizni boshlashga qaror qildik. Prezidentimizga, bizday tadbirkorlarga shunday imkoniyatlarni yaratib berganlari uchun, shunday sharoitlarga yo'l ochib berganlari uchun mingdan ming rahmatlar aytamiz. Marat Nurullayev tashabbusi bilan tumanning eng olis Qaraqalpoq mahallasida baliqchilik driver yo'nalishiga aylandi. Mazkur loyihalarning umumiy qiymati 2.3 milliard so'mni tashkil etib, loyiha negizida 10 ta doimiy va 6 ta mavsumiy ish o'rinlari yaratildi. Suv havzasida yiliga 5 tonna baliq ko'paytirish tarmog'i yo'lga qo'yildi. Prezidentimizning ana shu tadbirkorlarga bergan ishonchlari oqlanib kelyapti. Mana bugun oddiy bir tadbirkorimiz mana shu yerda baliqchilikni ko'paytirib, bu yerda ancha odamlarni ish bilan ta'minlayapti. Tadbirkorlarimiz avvalo ana shu qishlog'imizning strukturasini o'zgartirishda bizni qo'llab-quvvatlaydi. Tumanning Navoiy mahallasida ham xizmat ko'rsatish va servis sohasi jadal rivojlanyapti. O'tgan yil yakuni bilan 1 milliard so'mlik loyihaning qo'llab-quvvatlanishi evaziga paxtani tarashlash, gilam yuvish va avtomobillarga xizmat ko'rsatish shoxobchasi ishga tushirildi. Bizning Navoiy mahallamizda 2025-yilda kambag'al oilalar soni 60 ta edi. Bugungi kunda kelib 40 tani o'z tashkil etadi. Buning natijasida biz shu fuqarolarga imtiyozli kredit, kambag'allikdan farovonlik sari dastur asosida foizsiz suvda mablag'lar ajratdik. 2026-yilda ham tumanda maqsadlar katta olingan. Xususan, 3472 nafar aholini doimiy ish bilan ta'minlash va 866 nafar oilani kambag'allikdan chiqarish orqali Peshkuda kambag'allik darajasini 2% ga va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish choralari bo'yicha aniq rejalar tuzilgan.